Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga 2026 yilda BirXBet platformasida qanday qilib tez, oson va to'g'ri ro'yxatdan o'tish mumkinligini bosqichma-bosqich ko'rsataman. Agar siz hali BirXBetda hisob ochmagan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Avvalo, BirXBet rasmiy sayti yoki rasmiy mobil ilovasini oching. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Endi siz bir nechta ro'yxatdan o'tish usullarini ko'rasiz. Telefon raqami, elektron pochta yoki boshqa mavjud usullardan o'zingizga qulayini tanlang. Keyingi bosqichda mamlakat sifatida O'zbekistonni tanlang va valyutani o'zbek so'mi qilib belgilang. So'ng telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni kiriting. Parol yaratishda xavfsizlikka e'tibor bering. Kuchli parol tanlash tavsiya etiladi. Parolda katta va kichik harflar hamda raqamlar bo'lsa, hisobingiz yanada himoyalangan bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Bu promo kod orqali platformadagi ayrim bonus va maxsus takliflardan foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirib chiqqach, foydalanuvchi shartlariga rozilik bildiring va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng telefon raqamingiz yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni kiriting va hisobingizni muvaffaqiyatli tasdiqlang. Tabriklaymiz! Endi sizning BirXBet akkauntingiz tayyor. Hisobingizga kirib, profil ma'lumotlarini to'ldirishingiz va xavfsizlik sozlamalarini yoqishingiz tavsiya etiladi. Agar platformadan mobil telefon orqali foydalanmoqchi bo'lsangiz, rasmiy ilovani o'rnatishingiz ham mumkin. Shunda hisobingizga tezroq kirish va barcha funksiyalardan qulay foydalanish imkoniga ega bo'lasiz. Hisobingiz xavfsizligi uchun parolingizni hech kim bilan ulashmang. Telefon raqamingiz va elektron pochtangizni doimo faol saqlang. Agar kelajakda parolni unutib qo'ysangiz, aynan shu ma'lumotlar orqali hisobingizni tiklashingiz mumkin. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Bu yerda BirXBet bo'yicha ro'yxatdan o'tish, hisobni tasdiqlash, ilovani o'rnatish va boshqa foydali qo'llanmalarni muntazam joylab boramiz. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Imkon qadar tezroq javob berishga harakat qilamiz. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha. Xayr!